Assalomu alaykum obunachilar. Bugun men yangi ixtiro yasadim. Bu ixtiroyim mana shu 4 tali atverka, zamonaviy atverka bo'ladi. Bu atverkamiz nima qilib beradi? Mana bu atverkamiz tanlaysiz xohlagan mo'ljallingizni tanlangandan keyin tiqasizda aylantirsangiz bo'shaveradi. Qatiraveradi. Mana qatirdi do'stlar. Video yoqqan bo'lsa, kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Va bunaqa narsalar ko'p chiqadi. Bunga nima qilganman? Mana hech bola bo'lmaydi. Bitta qopqoq olasiz va u qopqoqni shu holatda o'rtalaridan teshib olasiz. Teshib olinganda o'rtasini birinchi qilaylab, ichiga bir bolani qo'yib turib, nima kartonlarni qo'yib turib, uni ustiga qilaklaringizni, pistolet qilay, chevar qilaylarni qo'yasiz. Qo'yilgandan keyin shu holatga kiradi, biroz kutib turasiz. Kutib turganingizdan keyin bu mana shunaqa atverka hosil bo'ladi. Bu atverkasini qanday olaman desangiz, sariq idishda atverkachalar bo'ladi. Kichkina ashlarni mana shunchaga tiqib ko'rasiz. Chap bo'lmasa boshqa narsalarni tiqib ko'rasiz. Mana bola 3. Bunday 3, bunaqa 3, bunaqa 3, bunday 3lar. Qiyin chiqadiganlarga. Kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Bunday videolar hali bizda ko'p chiqadi. Qani unda bomba.